Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi videomiz kompyuter diagnostika ustakalari oldiga keldik va ular bilan suhbatlashamiz. Haydar, mana shu kompyuter diagnostika sohasi bo'yicha necha yildan beri faoliyat ko'rsatib kelsan? 17 yil bo'ldi, Xudo xohlasa. Qara, kompyuter diagnostika juda murakkab sohada. O'shanga bir qanaqadir yengillik yaratasanmi yo'q? Har yili yangi mashinalar chiqib ketyapti. Unga yangi apparaturalar olib qo'yganmiz, Xudoga shukr. Yangi programmalar hammasini olib kelib qo'yganmiz. O'sha zamon bilan hamnafas yuribmiz, Xudoga shukr. Qara Haydar, mana shu ish jarayon paytida bir muammolar chiqib qoladimi? 11-12 gacha kechasi ishlaymiz. Shoshiltiradi, keyin kelmaydi. Bir kundan keyin keladi, misol uchun. Mana shu mijozlarga bir qanaqadir tavsiyang bormi? Sifatli benzin quyib yursam, moyni vaqtida almashtirish kerak. Sifatli svitcha qo'yib, bir oyda bir kelib diagnostika qildirib ketsa, o'shanda mashinalar uzoqroq yuradi. Haydar, bo'lmasam senga rahmat. Ishingga omad. Haydar, menga podpiska bo'lganmisan? Ha, birinchi videongizdan ko'rib boraman. Ha, yaxshi, молодец. Sen kichkina sog'an bo'l. Kadanatdan nomidan sog' bo'l, ishingga omad. Haydar. Xo'p, sog' bo'ling. Xo'p. Rahmat.